Shaxmat ustidagi qotillik. Lekin shaxmatga aloqadormikin deb o'ylab qolaman-da ba'zida. Foiz Qaroshining qalamiga mansub ushbu kitobni men o'qib chiqdim va o'zimning xulosalarimni, fikrlarimni hozir sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu kitob chiqishidan oldin o'zaro nashriyotning ichida, shu jamoaning ichida shov-shuv bo'ldi. Ya'ni hamma shaxmat ustidagi qotillik chiqadi, shaxmat ustidagi qotillik chiqadi va bu kitob juda ko'pchiligiga yoqadi degan umiddamiz degan bizning ichimizda bir o'y bor edi. Lekin men hali bu kitobni o'qib chiqmagandim va hamma atrofimda gapiraverdi bu kitob haqida. Ayniqsa Muhammadjon akam muallif ustingizdan kulgan deb bir-ikki marta qaytaraverdilar. Men qanoq qilib turib muallif o'zini o'quvchisini ustidan kulishi mumkin degan fikr men rosa aylanaverdi miyamda. Qanoq nima kitob o'qiyapsiz? Men xayolimda tasavvur bo'layotgan narsa-da, muallif bekorga vaqtingizni sarflayapsan bu kitobni o'qib deydimi degan xayol keldi menga. Va bu kitobni o'qishga kirishdim. Chiqishidan oldin o'qidim tabiiy va o'qirkanman juda ko'p fikrlar, xulosalar menda shakllandi. Birinchisi shu bo'ldiki, odamni hayotida har bitta soniyalar juda katta muhim ahamiyatga ega va u soniyalarga diqqatli bo'lish kerakligini tushundim men. Insonni ya'ni shunaqa bir vaqti bo'ladi, u vaqtida bu biroz e'tiborsiz bo'lsa ham hayotini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin ekan. Agar u vaqtiga diqqat bilan nazar solmasa, yo u o'sha bee'tibor bo'lgan vaqti uni zarariga ishlaydi, juda ko'p buni oqibatida yomon bir holatlar bo'lishi mumkin. Agar u vaqtiga o'sha diqqat bilan, e'tibor bilan qaratsa, balki muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Erishishadi ham desa to'g'riroq bo'lar ekan. Va kitobdagi qahramon ham shu men o'ylashim bo'yicha-da o'zim. Shu elementarniy shu qanchadir soniyaga bee'tibor bo'lgan yoki u qadar ahamiyat bermagan vaqtiga oxir-oqibatda juda katta muammolarga duch kelgan. Bu yana bir olgan meni xulosam. Ikkinchi xulosam shu bo'ldiki, har bitta insonni menimcha hayotida shunaqa bir lahza bo'ladi, shunaqa bir vaqt bo'ladi, atrofdagi hammaga, butkul hammaga, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa yaqin sizga qarindosh bo'lsin, yaqin bir insoningiz bo'lsin, mana hattoki ayoliga ham odam ishonmay qo'yadi yoki ikkilanib qoladi desa to'g'riroq bo'lar ekan. Ikkilanib qoladi ulardan ham. Men o'zim shaxsan hayotimda shunaqa narsa bo'lgan, atrofimda hammaga shubha ko'zi bilan qarab qolganman. Va aynan shu vaqtda inson shoshqaloqlik bilan xulosa chiqarib olmasligi kerak ekan. Masalan, men deylik, atrofimda ikkilanib qolgan yoki shubhalanib qolgan odamlarimdan sen aybdorsan deyman va u aybdor emasligiga menga bir deylik bir dalil keladi. Men tabiiy nima qolaman, bir sharmandalik bir holatga tushib qolaman. Va darrov shoshilamanki, yoki mana u aybdor deyman, boshqasini ayblayman, yana boshqasini ayblayman, uni ayblayman. Natijada aybdor ko'payaveradi. Va siz atrofingizdagi beayblarni ham, atrofingizdagi begunoh bo'lgan odamlarni ham yomonotlikqa chiqarib olishingiz mumkin. Aynan bunaqa vaqtda insonning eng katta yutug'i shu bo'ladiki, agar u tilini sukutga saqlay olsa, sukut qila olsa. Ko'ryapti, atrofda hech kimga ishonch qolmayapti. Hammaga o'zicha xulosalar chiqarib olmayapti, lekin tabiiy ikkilanyapti, shubhalanyapti. Ana o'sha vaqtda inson sukut saqlasa, bir yaxshi narsaga erishishi mumkin ekan degan xulosaga keldim. Va tabiiy bizni mana ulug' kitoblarimizda aytiladi, fosiq keltirgan xabarga inson ishonmasligi kerak darrov. Uni tekshirish kerak. Agar bizga yaqinlarimiz, do'stlarimiz bizga qadrli bo'lgan insonlar haqida bir qanaqadir shubha gumonlarni olib kelishyaptimi, biz tabiiy o'sha joyda to'xtashimiz kerak-da. Kim xabar olib kelgan bo'lsa ham tekshirishimiz kerak. Diqqat bilan tekshirishimiz kerak. Elementarniy kichik narsalar juda katta e'tiborga sazovor degan narsani men shu kitobdan ola oldim. To'g'rimi aka? Masalan, juda kichik elementar narsalar hayotda juda katta narsalarni o'zgartirib yuborishi mumkin. Yuqorida aytganimdek, agar o'sha elementarniy kichik narsalar, elementarniy qanday o'zbekcha tarjima qilsa bo'ladi? Elementarniy so'zini. Oddiy, ya'ni kichik narsalarda ham desak to'g'riroq bo'lar. Kichik narsalarga ham biz boya aytganimdek e'tiborsiz qoldirsak, u juda katta bizga zarar olib kelishi mumkin ekan. Va bu juda ham xatarli bir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aynan kitobga biroz kirishamiz, xo'p. Kitobda bizning qahramonimiz qamoqqa tushib qoladi va ayblanadi. Kitob o'qiganimizdan keyin biz u masalalarga nimaga ayblanayotganligiga kirishamiz. Va men bir narsaga diqqat bilan e'tibor berdim-da.
Men qamoqqa tushganlar bilan yoki o'sha o'tirib chiqqanlar bilan desak to'g'riroq bo'ladi. Gaplashib qolaman-da ko'p. Va so'raydigan narsam eng u yoqdagi yomon narsa nima degan savolni qo'yganimda juda ham ko'pchilikdan shu javobni eshitganman. Qamoqdagi hattoki bir soniya yillar, oylar, kunlarga teng-da. Bir soniya ham o'tish juda qiyin. Bizni srokka aytadi-ku, 5 yil, 10 yil deydi. Yani o kadar bir ko'pga o'xshamaydi bizga. Nimaga bizga ko'pga o'xshamaydi? Sababi biz tashqaridamiz va biz vaqtimizni muayyan bir narsalarga sarflaymiz, u narsalar bilan vaqtimizni o'tkazamiz. Ba'zida behuda narsalarga o'tkazamiz va bu vaqt juda tez o'tib ketib qoladi. U yerda bo'lsa unaqa emas. U yerda har bir soniya, har bir daqiqa aytganimdek yillarga teng, sababi juda ham sekin vaqt o'tadi degan narsani aytishadi menga. Va men kitobda ham shuni tushundimki, odam hech qachon taslim bo'lish kerak emas, agarda u haq bo'lsa. Tushuntira oldimmi ya'ni? Inson ba'zida o'zidan ham ikkilanib qoladi-da, inson shunaqa vaziyatlarda. O'ylayveradi, balki men aybdorman, balki men xato qilgandirman degan xulosalar unga kelish boshlaydi va bu masalada u o'zini ayblaydi. Agar u o'zini ayblayversa, rozi bo'lib qoladi shunaqa vaqtlarga. Shunaqa narsalarga rozi bo'lib qoladi. Tabiiy men aybdor ekanman, shuning uchun o'tiribman. Boshida qanaqa bir noto'g'ri, ya'ni xulosalar yoki noto'g'ri bir qarorlar qilingan bo'lsa ham. Va aytmoqchi bo'lgan yana bir gapim shu bo'ldiki, mening agar biz o'zimizga, qarorlarimizga yoki biz bilan bo'lgan noto'g'ri xulosalarga tushib qolgan bo'lsak va biz qat'an men rostman shu narsada yoki men beaybman shu narsada deydigan bo'lsak, tabiiy biz masalan deylik, insonning hayotida bo'lishi mumkin, aytmagan narsangizni aytdi deb yorishadi, demagan narsangizni dedi deb yorishadi yoki qilmagan ishingizni qildi deb yorishadi. Aynan o'sha vaqtda shunaqa qilib qo'ygan ekanman deb rozi bo'lib ketaverilmaydi. Turib beriladi o'shanda. Qilmaganmisiz? Qilmaganman deyish kerak. Ba'zida bu katta ayblovlarni ustingizga qo'yib yuborishi mumkin odamlar yoki bir qo'pol aytganda bizda podstava degan gap bor, shunaqa podstavalar bo'lishi mumkin. U bunaqa vaqtda taslim bo'linmaydi. Aynan kitobdagi qahramonimizda ham shu narsani uchratsak bo'ladi. Oxirigacha taslim bo'lmaydi. O'sha o'limga hukm qilinadi, o'limga hukm qilingan kungacha taslim bo'lmaydi. Qanaqadir choralarni bo'lsa ham qilishga harakat qilib qoladi. Biz ham shunaqa paytlarda taslim bo'lishimiz kerak emas ekan degan xulosaga keldim. Va agarki bizga qo'yilgan noto'g'ri xulosalarni yoki noto'g'ri qarorlarni yo'q, bunday emas deb turib berishni o'rgansak, juda ham bir sharafli o'lim desak, o'limga yoki sharafli bir yashash bo'lsa, sharafli yashashga erishar ekanmiz degan xulosaga keldim men. Va qahramonimizda men shu narsani uchratdim-da, u qadar inson o'ziga ishonchda, u qadar o'ziga, ya'ni aminki tergovchimiz masalan, u qadar u ham ishonadi uni aybsizligiga. Nima uchun degan menda xulosa kelaverdi. Nima uchun bunga ishonyapti? Hamma bunga qarshi, lekin bu tergovchi bunga ishonyapti. Nimaga degan xulosa kelganda, bir insonni aybsiz yoki aybliligiga qachon inson amin bo'ladi, ya'ni ishonchini komil qiladi, qarshisidagi inson o'ziga ishonishda, ya'ni uverenность deydi ruschada, bu uverenniy turganda, o'ziga ishonch bilan turganda inson o'zini, ya'ni aybsizligini shu bilan isbotlay oladi. Unda bilinadi, psixologiyada masalan bilinadi, kimdir o'ziga ishonchmasdan dovdirayotgan bo'lsa, masalan bir qanaqadir gapiga ikkilanyapti deb gapirayotgan bo'lsa, bilinib qoladi u darrov. Yolg'on gapirayotgani yoki bir narsa deyotgani. Inson agar o'ziga ishonch bilan gapirayotganda aybsizligi bo'lsa, ya'ni aybsizman deydigan bo'lsa, uni u ishonch, o'ziga bo'lgan ishonch bilan bildira oladi. Ya'ni bu o'zi psixologiyaga yarasha gaplar masalan, uni chuqurlashmaymiz. Va shu narsadan men bildim, agar inson o'ziga ishonchi komil bo'lsa va o'zini hech qachon aldashga harakat qilmasa, u o'zini ishonch, ya'ni uverenniy ekanligini, o'ziga bo'lgan ishonchni bildira oladi. Tushuntira olyapmanmi o'zini nima demoqchiligim? Shuni oldim men masalan. Va do'stlarga bo'lgan ishonch. Bu yoqda siz kitob o'qir ekansiz, ayolga bo'lgan ishonchda, siz aytganingizdek ukasiga bo'lgan ishonch kerak bo'lsa, do'stiga bo'lgan ishonch hammasi sinaladi. Hammasidan ikkilanib qoladi odam. Va bu bir tarafdan tabiiy hol.
tabiiy. Lekin o'sha boya yuqorida aytganimdek darrov xulosalar chiqarilib olmaydi. O'shanda masalan ko'rishimiz mumkin, ular yordam beradi o'zini masalan yaqiniga, bosh qahramonimizga masalan Maykelga yordam beradi. Uni beaybligini isbotlash uchun. Bu ularga nisbatan ikkilanib qolishimiz uchun bizda juda ham ko'p sabablar bor edi masalan. Eslayapsizmi? Har xil sabablar bor masalan. Bu qayerdadir tutib olganmidi, tutib olganga o'xshaydi yoki bir narsalar bo'ladi kitobda masalan. Bu tabiiy bizni ikkilantirib qo'yadi. Bu haqiqatan aybdormikin? O'shanda ham o'quvchini men diqqatimni tortgan narsa o'zimda ham ikkilanish paydo bo'lib qoldi. Bu tarafdan o'qib, bu aybdormikan yoki qanday deyman masalan. Shu qilganmikin yoki bu qilganmikin deb o'quvchi ham ikkilanib qoladi. Bu o'quvchining qiladigan xatosi shu yerda bo'ladiki, yo'q, mana u aybdor deb turib xulosa chiqarib qo'yadi. Mana shu aybdor, mana shu bo'ladi deb o'zchani taxminlar qilish boshlaydi-yu. Bu o'quvchining qiladigan eng katta xatosi bo'lar ekan. Darrov xulosalar chiqarib yuborishi. Va bu kitobni o'qirganman menda savollar tug'ilishni boshladi. Davomi qanday bo'ladi? Bu kitob nima bilan tugaydi? Va eng menda kulminatsion joyi bo'ldi, qotil kim? Ya'ni kitobda bir janrda bir qotil bo'ladi va u barcha ishlarga u aybdor bo'ladi. Unga yarasha o'zini ham masalan kirishadigan masalalarimiz bor. Men bir narsani diqqat qildim-da bu kitobda. Bu kitobni endi boshlagan va yoki hali o'qib tugatmagan yoki oxirrog'iga yetib qolgan o'quvchilar pushkaga olar ekan. Pushkaga deganda sizni so'raydi sizdan. Men eng uchratganim bizni Abdurahmonda marketologida shu narsa bo'ldi. Men kitob o'qib bo'lganman. O'shani mazasida yuribman. Qanday degan savollarda yuribman. Abdurahmon hali o'qib bo'lmagandi. So'radi mendan. O'qidingizmi dedi. "Ha, o'qidim" dedi. "Qotil kim ekan?" dedi. "Qotil kim ekan?" degan savol beryapti. "Siz o'qidingizmi?" dedim. "Yo'q, bir o'qing keyin gaplashamiz" dedi. Shoshilishimiz kerak emas ekan, ya'ni bu kitobni o'qiyotganda. Shoshilishimiz kerak emas, o'sha diqqat bilan hech narsani o'tkazib yubormasdan o'qisak, juda ko'p xulosalarda, fikrlarni olishimiz mumkin ekan. Men olgan fikrlar, xulosalar shu bo'ldi. Juda ko'p qismiga to'xtalsak bo'ladi, gap ko'paytirmoqchi emasman. Shaxmat ustidagi qotillik kitobini o'qib, men shu foydalarni oldim. Agarda bizni kuzatayotganlar ham bu kitobni o'qib qanaqadir xulosalarni, fikrlarni yoki foydalarni olsa va izohlarni yozib qoldirsa, tabiiy xursand bo'lamiz. Lekin men bir narsani yana aytib o'tib ketmoqchiman. Boya aytgandek bo'ldim-ku. Qotilni aytib qo'ymang kimligini. Qotilni aytib qo'ymang kimligini va buni sir saqlang o'zingiz ichingizda va bu sir saqlashingiz sizga foydalarni kitobdan yana chiqarib beraversin. Shu fikrdaman.